Shu desanglar ishdan chiqsam, sponsorimiz bugun bizda svidaniya deb meni olib ketdilar. Har doim qat'ga aylanishga bormoqchi bo'lsak, joy masalasi muammo bo'ladi, qayerga borishni bilmaymiz. Va menda bitta yechim bor. O'zbek alifbosida nechta harf bor? 29 ta. Alifbo bo'yicha svidaniya qilamiz. Bu ideya menga juda ham yoqdi. Alifboni birinchi harfi A bo'lganligi uchun Magic City'dagi akvariumga keldik. Kirishga bilet bir kishiga 120 ming so'm ekan. Kirishimiz bilan bizani akulalar kutib oldi. Aytishligi bo'yicha bu kichkinasi, ichkarida bundan ham kattasi bor ekan. Menga u yerning atmosferasi juda ham yoqdi. Bu baliqlarga qarab, xuddi o'zimni okean ostida yurgandek his qildim. Medusalarning go'zalligiga qarab, ishdagi charchoqlarim ham chiqib ketdi. Rostdan ham ichkarida katta akula bor ekan. Akvariumni to'liq aylanib chiqib, keyin ovqatlanishga yo'l oldik. Ovqatlanishga borgan joyimiz ham A harfidan boshlanadi. Anjir milliy taomlari, mochkichiri va halim buyurtma qilib ovqatlanib oldik. Ujin 2 kishi uchun 156 ming so'm bo'ldi. Uydagilarga ham ovqat olib, uyga qaytdik. Keyingi svidaniya B harfiga. Qatliga borsa bo'ladi. Kommentariyaga yozib qoldiringlar.